Hammaga assalomu alaykum. Xorazm Xanka obunachilari, hozir biza toza ochilgan baliqxonaga tashrif buyurdik. Aldan videoga like, podpiska bosib, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Hozir obzorni tushuntirib beramiz, og'alar. Og'alar, saboy baliq kerak bo'lsa aytaverasizlar. Ak balıqlarning narxi 45 ming so'm bo'ladi. Pyostrining narxini keladigan bo'lsak 58 ming so'm bo'ladi, og'alar. O'zlari pishirib, zo'ratib beradilar. Og'alar, pishirtirmay olaman desangizlar, ak baliq 38 ming so'm narxi bo'ladi. Pyostrining narxi esa 48 ming so'm narxi bo'ladi. Pishirtirmay olsangizlar. Manzilga keladigan bo'lsak, og'alar, Xanka uch paxtadan kelaverishda, Uryanchga qarab ketaverishda o'ng tarafda bo'ladi. Uryanchdan qarab kelaverishda, Xanka uch paxtaga qarab kelaverishda chap tarafda bo'ladi, og'alar. Og'alar, Xorazm Xanka kanalidan kelaverasizlar. O'zlari dim zo'ratib pishirib beradilar ajoyib narxlarda.